Hozir birinchi g'am nima? Pulda. Endi puli bor odamda dalchi g'ami nima desa, yana pulda. To'g'rimi? Yoshligini pulga sarflagan, sog'ligini pulga sarflagan. Endi kasal bo'lgandan keyin o'sha sog'ligini qaytarish uchun pulni sarflaydi, banisiga borib oladi. Undan keyingi sabablardan bittasi odamlarning ilmga bo'lgan rag'bati yo'q. Va ilmga odamlarni rag'batlantirishlik, shijoatlantirishlik ham yo'q. Qo'y o'qib nima olarding bolam? Bor. Qo'yla. Molda hayda. Bor hunarni qil, pul top. Jon akalar, ukalar. Erkak kishi bo'ldi-ga, alhamdulillah. Bu bizning rizqimiz edi. Falonchi voyda bolasi bo'ldi-ga, bu ham rizqimiz edi. Bunda bizning ixtiyorimiz yo'q edi. Xuddi shunga o'xshagandek, rizqimiz ham bizning ixtiyorimizda emas, qancha bo'lishligi. Siz ilm bilan shug'ullansangiz ham o'sha rizqingizni yeysiz. Pulni ketidan kalla urib qo'yolasiz ham shuni rizq yeysiz. Bir sababini qilib qo'yib ilm bilan shug'ullansangiz ham shuni yeysiz. Shuni aytyapmiz, tushuncha noto'g'ri.